Davosi yo'q. Tomchi dorilar bilan davolash bu amri mahol. Operatsiya talab qiladigan kasallik. Sam ochkilar hech qanday ko'rishga foyda bermaydi. 100% foyda beradi deb ayta olmaysiz. Yo'q, ayta olmayman. Tushunarli. Bemorlarga qaysilariga operatsiyani tavsiya etiladi, qaysilariga tavsiya etilmaydi? Avvalambor assalomu alaykum Kozimjon aka. Assalomu alaykum. Navbatdagi podkastimizga xush kelibsiz. Kozimjon aka, bugungi savolimiz, mavzuyimiz aynan ko'z kasalliklari bo'yicha bo'lib o'tadi. Suhbatimiz boshlashdan oldin o'z haqingizda qisqacha ma'lumot berib o'tsangiz, sizni ko'pchilik taniganlar, tanimaganlar ham bo'lishi mumkin-da endi kanalimizda. Men Xoldar Aliyev Kozimjon Usmonjonov o'g'li. Bir necha yildan buyon Bog'dod tuman o'sha markaziy poliklinikasida va Moderna ko'p tarmoqli klinikasida xizmat ko'rsatib kelyapmiz xalqimizga. Men o'sha 2012-yil Andijon davlat tibbiyot institutiga kirganman. 2018-yil bitirib, shu kungacha xalqimizga xizmat qilib kelyapman. Endi qanaqa asosan bemorlarga operatsiyalar qilyapsiz, nima yordamlar beryapsiz aka shu bo'yicha? Hozirda Moderna ko'p tarmoqli klinikasida kasallarga o'sha ko'z kasalliklari bo'yicha barcha tekshiruvlar aniqlayapmiz, to'g'ri tashxis qo'yib, to'g'ri lichinalarni tavsiya qilyapmiz bemorlarimizga. Bundan tashqari katarakta, glaukoma, pterygium kabi operatsiyalarni amalga oshiryapmiz. Juda ham yaxshi. Xo'p, Kozimjon aka, asosan ko'z kasalliklari nech guruhga, qanaqa turlarga bo'linadi? Shular bo'yicha ham bir qisqacha ma'lumot berib o'tsangiz. Ko'z kasalliklari ko'rishni xiralashtirishga olib keladigan kasalliklar. Birinchisi ko'rlikka olib keladigan kasalliklar. Bu hali ko'zning ichidagi bosimni ortish hisobiga kelib chiqadigan kasalliklar. Va uchinchisi operatsiya talab qiladigan kasalliklar. Xo'p, juda ham yaxshi aka. Asosan hozirgi paytda eng ko'p uchraydigan kasallik qaysi bemorlarimizda ko'z bo'yicha aynan? Hozirgi kunda asosan o'sha yoshga doir, ya'ni ko'z tabiiy linzasining xiralashishi, katarakta xalq orasida parda ham deyishadi. Shu kasallik ko'p uchraydi bizda. Keling shuni kengroq tushuncha beraylik bemorlarimizga. Katarakta o'zi nima? Qanday paydo bo'ladi? Shular bo'yicha ham tushunarli, sodda tilda tushuntirsangiz oddiy xalqimiz yana ham ko'proq ma'lumotga ega bo'lardi. Katarakta bu o'sha ko'z gavharini xiralashishi. Bular ko'proq 50-55 yoshdan keyin oshgan aholi orasida ko'p uchraydi. Keyin qandli diabet kasalligi bilan og'riganlarda, ko'z jarohati olgan bemorlarda ko'proq uchraydi. Endi yoshga doir ko'proq asosan uchraydi. Bu insonlarda o'sha sochlari oqargandek gavhar tolalarida oqarishlar kuzatib, o'sha katarakta kasallik kelib chiqadi. Kataraktan belgilari qanaqa bo'ladi? Kataraktaning belgilari bundan tashqari asosan tuman ichida yurgandek bo'ladi. Kechasi masalan shofyorlarda ko'p kuzatiladi. Yorug'likda qamash, ko'zdagi qamashishlar, xat o'qishga qiynalishlar kuzatiladi. Masalan, quyoshli havolarda ko'zda qamashishlar, quyoshga reaksiyalarning ortib borishi kuzatiladi. Katarakta qalinlashib, o'sha kuchayib borgan bosqichlarda ko'z o'ynagan tushmay qolish holatlari kuzatiladi. Foyda bermaydi, plus minus qanaqada? Plus ham, minus ham ochkilar hech qanday ko'rishga foyda bermaydi. Tushunarli. Demak, Kozimjon aka, katarakta dori bilan tuzaladimi yoki faqat operatsiya bilan davolanadimi? Yo'q. Xalqimiz orasida ko'p o'sha har xil tomizg'ilar, shunaqalar bor. Tomchilar bilan tuzaladi, tomizib qo'ysang yaxshi bo'ladi degan noto'g'ri fikrlar ko'p uchraydi. Buning asosiy davosi faqat operativ davo hisoblanadi. Buni qanaqadir suv bilan tomizib boshqa qilish yo'q. Umuman foydasi yo'q bunaqa narsani. Qaysi bosqichlarda foydasi bo'lishi mumkin aka tomizg'ichlarimizni? Tomizg'ichlar o'sha dastlabki bosqichlarda tomizdirsa bo'ladi. Bu ham 100% foyda beradi deb ayta olmaysiz. Yo'q, ayta olmayman. Tushunarli. Xo'p, Kozimjon aka, kataraktasi bor, ko'rish qobiliyati ancha pasaygan bemorlarga qaysilariga operatsiyani tavsiya etiladi, qaysilariga tavsiya etilmaydi? Kundalik hayot faoliyatiga qiynalayotganlar, o'qishga qiynalayotganlar, haydovchilarda masalan kuzatiladi.
kechasi yurganda, kunduz yurganda qiynalma, uzoqni ko'rish Ko'rilmaydi, ha. xiralashadi, shundagi Mhm. holatlarda kuzatiladi. Operatsiyalar tavsiya qilinadi. Bundan tashqari shifokor maslahatini olganda xavf omili aniqlanadigan bo'lsa, albatta operativ davo tavsiya qilinadi. Glaukoma bu qanaqa kasallik va o'zi nima? Glaukoma bu ko'zning ichki bosimining ortishi va shuni hisobiga ko'ruv nervlarini qurib borishi bilan kechadigan kasallik. Ha, demak, ko'z ichki bosimi oshib ketadi va ko'rish nervlari nima bu? Zo'riqib qoladimi yoki nima bo'ladi endi ko'rish? Ko'ruv nervlari o'sha bosim Ostida oshib, uni eza boshlaydi. Hop. Ezgandan keyin u yerda o'sha qon tomiri yorilib ketadi. aylanishlar. Ba'zi bir tanishlarimiz ko'zlarida qizarishlar, misol uchun nima desam bo'ladi? Qon quyilib qolishlar holatlari bo'ladi. Va o'zini so'rasangiz, misol uchun hech qanaqa urush janjal bo'lmagan, mush yemagan, ko'zda zaholanish holatlari yo'q. Bu nimadan bo'lishi mumkin? bu ko'proq bosim hisobiga, ya'ni umumiy bosim ortishi hisobiga. Ha. Masalan, davleniya oshishi mumkin, qon bosimi oshishi mumkin, og'ir yuk ko'tarishi mumkin. Demak, Ichib ko'zga ham otganda, ta'sir qilar ekanda bu. og'ir kuchli ko'targanda kuch bilan ko'taradi, o'shanda qon bosimi ham oshadi. Keyin kuchli ich qotganda kuchli kucham bilan qilganda qon tomirlariga kuch kelib, yorilib